Agar bugun ham kerakli narsalarni olib kelib bermasangiz, ketamiz deyapti-da. Onasi. Labay. Ustalar ovqatini berdim. Choyni ham yangilab bering. Xo'p bo'ladi. Faqat Tinchlikmi? endi uyi ichini bitkazish payti kelganda pul tugab qoldi. Mayli. Siqilmang. Bir gap bo'lar. Ustalar, agar bugun ham kerakli narsalarni olib kelib bermasangiz, ketamiz deyapti-da. Bu yil ham uyimiz chala qolar ekan-da, adasi. Hech bo'lmasa ikkita xonasini bo'lsa ham bitkazib olamkimiz deb o'ylagandim. Peshonada. Voy. Eshita qilyaptim. Hozir qarayman. Ye? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ustalarni ishlatib charchab qolmayapsizmi? Rahmat ukam, rahmat. Kir. Yo'q. Shu desangiz, bir og'aynim yaxshi kraska ishlab chiqaradi. Ishlatasiz deb olib keldim. Mangami? Ha, ustalarga. O'g'ri bo'lsin-da. Usta aka? Bir minutga. Kraskalar keldi, shuni tushirib oling. Kraska keldi, endi ish ham to'xtamaydigan bo'ldi. Aka, mana shu pulni ham oling. Yo'q, Oling, bexijolat olavering. Yo'q, rahmat. O'zim amallayman. Uyga borib, bolalaringga ishlat, uka. O'zingning xarajatlaring bordir. Aka, hozir men ishlarim joyida. O'tgan yil esingizda bo'lsa, mana ham uyim ichiga katta hissangizni qo'shgan edingiz. Kecha ustalaringiz bozorda ko'rib qoldim. Vaziyatingizni tushuntirishgan edi. To'g'risini aytsam, sizdan anchadan bir xabar olmaganimga o'zi xijolatdaman. Olmasangiz xafa bo'laman. Oling aka shuni. Ukam, Oling. Aytgancha aka, kechqurunga ovqatga harakat qilmanglar. Keliningizga osh damlatib, o'zim olib kelaman. Bugun ustalarning ovqati mendan bo'ladi. ukam. Boringga shukr. Rahmat. Mayli aka, yaxshi o'tiringlar. Hali kechqurun yana kelaman. Onasi, niyatingni xolisligini qara. Nima bo'ldi? Ukam keldi. Yo'q-e. Kraska ham berdi. Pul ham berdi. Voy. Juda ham yaxshi bo'pti-da. Yozgacha kirib olamiz uyga. Xudo xolasa. Voy, oqibatingizga ko'z tegmasin. Ukangiz baraka topsinlar. Baraka